O'zbekiston radio kanali. Davlat kadastrlari palatasi Qashqadaryo viloyat boshqarmasi Shahrisabz shahar filiali boshlig'i Yashin Ismoilov bilan suhbati shu haqda. Kadastr agentligi tomonidan tasdiqlangan rejagrafiya asosida Shahrisabz shahrida joylashgan 40 ta mahalla fuqarolar yig'inidan 4 tasida xatlov ishlari yakunlandi. Hozirda yana 2 tasida xatlov ishlari amalga oshirilmoqda. Bugungi kunga qadar 1400 dan ziyod obyekt xatlovdan o'tkazilgan bo'lsa, ulardan 1130 ta obyekt UZCAD avtomatlashtirilgan axborot tizimiga to'liq kiritildi. 720 ta obyekt e'tirof avtomatlashtirilgan axborot tizimiga yuklandi. Mazkur obyektlardan 543 tasi vakolatli organlar tomonidan muhokama jarayonida, 105 tasi ommaviy e'longa chiqarilgan. Hozirgi kunda 23 tasi to'lovni amalga oshirilgandan bu fuqarolar o'z uy-joylari va yer uchastkalari ustidan qonuniy huquqlarga ega bo'lishadi. Bu esa ularning mulkiy huquqlari himoya qilinishini va rasmiy tartibda foydalanish imkonini beradi. O'zbekiston radio kanali.